Assalomu alaykum. Agarda siz O'zbekistondagi biron bir yaqiningiz kasal bo'lsa yoki kasal qilib ko'rsatib, karta pobita holatingizni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, avvalambor bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga to'g'ri keladi yoki yo'q, keyin bu aniq bo'ladi. Chunki bu narsa hammaga ham ishlamaydi. Kimlarga bu narsa ishlaydi? Siz kartaga topshirgansiz, barmog'ingizni bergansiz, litsenziyangizni kutyapsiz. Ya'ni hamma narsani qilib qo'ygansiz, faqat jarayon juda ham sekin ketyapti. Bu holatda bu narsa sizga ishlashi mumkin. Chunki O'zbekistonda kasal insoningiz bor va siz uni ko'rish uchun borishingiz kerak. Lekin sizda Polshadan chiqsangiz qaytib kelishingiz uchun asos yo'q. Ammo sizni O'zbekistonga borishingizda to'sqinlik qilayotgan narsa qaytib kelishingiz uchun kartangiz yo'qligi. Bu narsa sabab qilib ko'rsatiladi va O'zbekistonga borib, uni ko'rib, yaqin insoningizni qaytib kelishingiz iltimos qilinib, sizning inspektoringizga boradigan hujjat hisoblanadi. Bilamizki, har bir ujont ichida inspektorlar bor va u inspektorlar sizni kartangiz bo'yicha shug'ullanadi. Ular qidiradi, ular uy adresingizni so'raydi, sizni ish joyingizni so'raydigan ham, ular sug'urtangizni so'raydigan ham inspektor bo'ladi. Ya'ni sizga kartani chiqaradigan inson bu inspektor. U inspektorga siz o'sha hujjatni jo'natsangiz bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan kasalda hujjat qilamiz, sizga uni olib keltirib beramiz va uni polak tiliga tarjima qilishingizga ham yordam beramiz. Chunki o'zbek tilini ular tushunmaydi va Polshada qasamyod ichgan faqat to'g'ri tarjima qiladigan advokatlar bor, ya'ni tarjimonchilar tulmachayni qilishadi. O'shalarga tarjima qildirib ujontga taqdim qilinadi, ya'ni sizni ishingiz bilan shug'ullanayotgan inspektor buni qo'liga oladi va u yerda bo'ladiki, siz O'zbekistonda yaqin insoningiz kasal, hozir O'zbekistonga chiqsangiz qaytib kelishingiz uchun sizda asos yo'q, kartangizni tezlashtirishlarini iltimos qilib so'rasangiz bo'ladi. Bu narsa oldin ham juda ham yaxshi ishlagan. O'zimni tanishlarim ham bu narsa orqali karta olganlar bo'lgan. Bu narsani hozir biz yo'lga qo'ydik. Agarda kimda shunaqa xizmat kerak bo'lsa yoki o'sha O'zbekistondan o'shanaqa qog'ozni chaqirtirib, bu yoqda tarjima qilib ujontga topshirib berishigacha yordam berishimiz mumkin yoki shunchaki olib keltirib beramiz. Siz o'zingiz advokatingizga bersangiz, sizni ishingiz bilan shug'ullanayotgan odamga uni o'zi ham bu narsani aytadi, ha bu narsa ishlaydi deb. Keling bunaqa qilamiz. Siz o'zingizni ishingiz bilan shug'ullanayotgan advokatdan so'rashingiz mumkin. Meni ishim ujont ichida ishimni tezlashtirish uchun O'zbekistondan ota-onam kasal degan dokument olib kelib bersam ishlaydimi deb so'rasangiz, bu narsaga ular javobini o'zingiz eshitishingiz mumkin. Yoki bu narsani advokatingiz bilishi ham shart emas. Biz sizni nomingizdan jo'natib beramiz yoki sizni qo'lingizga bersak, sizni o'zingiz ham buni Pochta Polska orqali ujontga jo'natsangiz bo'ladi. Ya'ni sizni ishingiz bilan shug'ullanayotgan pani Anettagami yoki pani Julianagami, ya'ni siz ishingiz bilan shug'ullanayotgan odamga. U odam oladi va sizni ko'rgandan keyin asosli deb topgandan keyin sizni DVZ qidiradi va litsenziyasini qarorini tezlashtirishga yordam beradi. Bu narsa sizni kartangizni %100 sizga karta beradi degan maqom emas. Bu shunchaki borini yo'q, borini bor, yo'g'ini yo'q qilib beradi. Ya'ni ishingizni misol 6 oydan keyin litsenziyangiz pozitivni chiqsa tezlashtirib beradi, negativni chiqsa ham tezlashtirib berishga yordam beradi. Kimga agar shu xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqsangiz bo'ladi yoki to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqmasdan xohlasangiz yaqinlaringiz bilan bu narsa haqida maslahatlashib ko'ring yoki ancha yildan beri Polshada yurgan odamlardan bu narsani so'rasangiz tasdiqlashadi, ota-ona kasal deb ishni tezlashtirishning imkoniyati borligini. Faqat bu uchun yetarlicha sabab ko'rsatilgan dokument bo'lishi kerak va uni Polshaga olib kelib polak tilida tarjima qilsa ham bo'ladi. Unaqa odamlar juda ham ko'p, tarjima qilish muammo emas. Xullas, bu proses, umumiy bu proses qancha vaqt oladi deb so'rasangiz, bir haftada sizni qo'lingizda o'sha hujjat bo'ladi. Agarda o'zingizni balki bo'lishi mumkin, videoni ko'rib turganlar orasida haqiqatan ham ota-onasi kasal, O'zbekistonga borib kelish kerak bo'lib turgan akalarimiz bo'lsa, o'sha haqida hujjat oling, o'sha banisadan tasdiqlating, nima qanaqa kasal va qachondan boshlagan, ota-onangizni ism familiyasi, dalnilari, yashash O'zbekistondagi adresingiz hammasini to'g'rilab, tushunarli tarzda hujjat olib, pechat va qo'l qo'yilgan bo'lsa, Polshaga olib keltiring.
balak tiliga tarjima qildiring va ujodga taqdim qiling. Bu narsa ishingizni tezlashtirishga yordam beradi. Haqiqatdan shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, kimdirlardadir. Agar unaqa bo'lmasdan qo'sh tirnoq ichida qilmoqchi bo'lsangiz, u narsaga ham yordam beramiz va eng asosiysi kartani olgandan keyin обязательно O'zbekistonga uchish uchun siz majbur emassiz. Kecha bitta aka telefon qilib, shunaqa qilib karta olganimdan keyin O'zbekistonga bormasam kartam kuydirib yuboradimi deydilar. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chunki sizni ishingizda faqat u qog'oz sizni inspektoringizga yetib boradi. Davlat ujumni saytiga yoki qanaqadir bazaga tushmaydi. U shaxsiy tezlashtirish desa ham bo'ladi. Xullas, tushuntira oldim degan umiddaman. Agar yana savolinglar bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.